Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi dasturimizda Abduqodir Husanovning Real Madrid hamda Manchester City'dagi o'yinini tahlil qilib ko'rib chiqamiz. Bu o'yinda Abduqodirga Pep Guardiola juda muhim missiyani ishonib topshirgan va deyarli Abduqodir buni 90% amalga oshirdi. Hamyurtimizga topshirilgan bu missiyada Vinicius Junior Real Madridning chap qanot hujumchisi katta rol o'ynardi. Chunki Abduqodir shu Viniciusning qanotida ham birga qarama-qarshi o'ynashardi. Vinicius Junior Real Madridning chap qanot vingeri. Bu Abduqodir uchun juda ham katta vazifa edi. Chunki Vinicius Juniorni to'xtatib qolish ancha-muncha himoyachilarga orzu va havas. Bu o'yinda Abduqodir Husanov Viniciusga deyarli o'yin ham bermadi. Mana ko'rib turibsizlar, Abduqodir Husanov himoyasi qolib, hujumiga ham Kurtuaga bitta zarba ham berib keldi. Mana ko'rib turibsizlar, Husanov Viniciusga deyarli o'yin ham bergani yo'q. Hamma joyda qoida buzmasdan aql bilan o'ynayapti. Videomiz qiziqarli hamda foydali bo'lgan bo'lsa, Ibodat futbol kanaliga obuna bo'ling hamda like va izohingizni qoldiring.